Pokiza hayot nimaga bog'liq? Xotirjam, farovon, to'kin sochin, beg'am hayot nimaga bog'liq? Astag'firullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oyatda ishlangan. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amalni qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Pokiza hayot nimaga bog'liq ekan? Mo'min bo'lishlikka va solih amal qilishlikka. Shuni ishontiring bolangizga. Avval o'zingiz ishoning, amal qiling, ko'ring hayotingizda o'zingiz ishonib turib gapirgan gapingiz albatta bolangizning qalbiga kiradi. Farovon, xotirjam, pokiza hayot Allohga qulchilik qilishda ekanligini tushuntiring bolangizga. Men qo'rqmasdan yashashimchi pokiza hayot nasha. Pokiza hayotda bir ko'rinishi qo'rqmasdan yashasham hayotda. Agar ota-onalarning o'zlari mana shu e'tiqodda bo'lsa, mana shu oyatlardan xabardor bo'lib, amal qilib, o'zini qalbi xotirjam bo'lgan bo'lsa, o'zidagi qo'rqoqlik degan sifatni yo'qotadigan bo'lsa, bu sifat albatta bolalarga ham o'tadi. Chunki amaliy suratda berilgan dars 100 ta ma'vizadan ta'sirchanroq bo'ladi. O'zingiz qo'rqmang, o'zingiz Allohga suyanib qo'rqmasdan yashayotganingizni bolangiz ko'rsin, albatta bu narsa nima qiladi? O'ziga yuqtiradi. Mana endi bolani o'zini qo'rqoqligiga o'tamiz. Ota-ona bolani qo'rqoq qiladi. Mana shu xizmatdagi 99% xizmat kimniki bo'ladi? Onalarniki bo'ladi. Esini endi tanib ona degani xotirjamlik, omonlik degan tushuncha edi o'zi. Ana bobo kelyapti deydi. Uxlab bo'lmasam eshikka yetib boraman deydi. Ana ajina kelyapti deydi. Yop boshingni deydi. Kim edi bu o'zi? Kim bo'lish kerak edi? O'sha xotirjamlik, qo'rqmaslikni, suvni ichiradigan eni bo'lishlik kerak edi. Lekin birinchi qo'rqitadigan odam kim? Ona bo'ladi. Shuning uchun bu ma'ruzalarimizni opalarimiz ham eshitadi. Bilib qo'yinglar, opalar, bu sizlarga tegishli. Bolalarni qo'rqoq qiladigan sizlarsiz. Yana insonni qo'rqoq bo'lib qolishiga sabablardan bittasi otani farzandi haqida oshiqcha bir qayg'urishligi. To'palorishi. Hamma yo'lda muhayyo qilib beradi. Biror narsani qilishlikka bolani o'ziga bir imkoniyat, erkinlik bermaydi. Nima bo'lsa muhayyo qilib qo'yaveradi. Natijada bolani hech narsaga toqati yo'q. Biror narsani qilishlikka cho'chiydigan qo'rqoq qilib katta qilib qo'yadi. Shuning uchun bolaga ancha-muncha erkinlik berish kerak. Mayli penasini ro'sin, cho'p kelyapti. Mayli nonni qattig'ini olib kelsin. Mayli xato qilsin, xato qilishlik ayb emas. Doimiy xatokor bo'lib qolishlik ayb. Sen odam bo'lmaysan, bak sen olib kel nonni. Yoki bir xato qilsa qattiq uradi-da, shu xatoni qilsam yana kalta yeyman deb turib, boyaga jur'at bilan yana bir xayrlashib qo'yaveradi. Qo'rqoq bo'lib qoladi bola. Qo'rquvga sabablardan yana bittasi bolani yolg'iz xonaga qamab qo'yishlik. Qorong'i xonaga qamab qo'yishlik. O'zi qo'rqib turibdi. Uni yana nima qilasiz? Jinlar, shunga o'xshagan har xil bo'lmag'ur hikoyalar bolani qalbiga qo'rquv joylanib qolishiga sabab bo'ladi. Ota nima qilish kerak edi? Qo'rqyapti bola qorong'idan, yetalab olib chiqib, o'sha qorong'ida birga o'tirmadi. Yonida o'tirib, mana qara, nima bor? Hech narsa yo'q. Sen o'ylayotgan narsa bu hayoliy narsa, ishonma unaqa narsalarga. Ko'rsatib berishlik kerak edi. Bugun ota-onalarni qo'rqoqlik haqida gaplashdik. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم